Diqqat, tezkor xushxabar! Endi suvdan foydalanish qoidalari buzilgani haqida video yuborganlar rag'batlantiriladi. O'zbekistonda suv xo'jaligi sohasidagi huquqbuzarliklar to'g'risidagi video materiallarini yuborgan shaxslar rag'batlantiriladi. Bu haqda joriy yilning 7-iyun kuni qabul qilingan hukumat qarori bilan tasdiqlangan jismoniy shaxslar tomonidan qayd etilgan. Suv xo'jaligi sohasidagi huquqbuzarliklar to'g'risidagi fotosuratlar va video yozuvlarni qabul qilish, ko'rib chiqish hamda ularni taqdim etgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi haqidagi nizomda so'z boradi. Nizom ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 74-moddasining 2-qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklarga nisbatan tatbiq etiladi. Shaxslar huquqbuzarlikni video texnika vositalari orqali qayd etib, 48 soatda Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligini va suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasiga vanadzor.gov.uz veb-sayti orqali yuboradi. Foto va video materiallarda quyidagilar aks ettirilishi lozim. Sodir etilgan huquqbuzarlik. Huquqbuzarlik sodir etgan shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar agar mavjud bo'lsa. Huquqbuzarlik sodir etilgan manzil, aniqlangan sana va vaqt. Qoida tariqasida foto va video materiallarning davomiyligi 120 soniyadan oshmasligi lozim. Foto va video materiallar 10 kun muddatda inspeksiyaning mas'ul xodimi tomonidan ko'rib chiqiladi. Huquqbuzarlik birinchi marotaba sodir etilgan bo'lsa, huquqbuzarga suvdan foydalanish va suv iste'moli tartibi qoidalari takroran buzilishining oldini olishga qaratilgan tavsiyalar yuboriladi. Ma'muriy jazo chorasi qo'llangandan keyin 1 yil davomida huquqbuzarlik takroran sodir etilgan taqdirda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalarida nazarda tutilgan miqdorlarda jarima solishga sabab bo'ladi. Foto va video materiallarni yuborgan shaxslar huquqbuzardan undirilgan jarima hisobidan bazaviy soliq miqdorining 25% miqdorida pul mukofoti bilan rag'batlantiriladi. Rag'batlantirish jarima undirilgan kundan boshlab 15 kun muddatda amalga oshiriladi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Obuna va like tugmachasini bosib ketishni unutmang.